eng yangi muhabbatlik asar Ünidardagi tatlı yigitim. Mening ismim Raziya. Yo'ldashimning ismi Abdusalam. Yo'ldashim taksi shoferi edi. Bizning bir qiz, bir o'g'il, 2 farzandimiz bor edi. Yo'ldashim bara uyga kamdan-kam kiradigan bo'lib oldi. Uyga kirsamo tomoqni yebli chiqib ketadi. Men bilan asosan kari yo'q edi. İçim shunchalik pushatdi, ham siqilatdi. O'ylab beqinglar, ayol kishi nimadan ko'ngli echiladi, ham suyunadi. Albatta turmush qurgan ayolga nisbatan yo'ldoshidan. Biroq mening yo'ldoshim men bilan kari yo'q edi. Ammo yo'ldoshimga bu to'g'riliq eg'iz ocholmaydim. Shunchalik ichim pushib yurgan kunlarda dostum Subinor Ünidar etish taklifini berdi. Bu gap menga maydak yoqdi. Shuning bilan men Ünidar degan bu yangi o'yinni ochdim. Ham bekla qiziqib qoldim. Dostum Subinor meni paranglashadigan bir to'pga qo'shdi. Men to'pga kirib, ikkinchi kuni bir bola meni ayrim qo'yishibdi. U bolaning ismi Alqam edi. Biz o'zaro tanishgandan keyin xeyli yaqin sirdishib o'tdik. Bara xeyli yaqin do'st bo'libmi qoldik. U bola bilan o'zaro telefon nomerlarimizni yo'llashdik. Bargan siri telefonlashib sirdishadigan ahvollar shakllanishga boshladi. Men Alqam bilan paranglashmasam bir kunim o'tmas bo'lib qoldi. Chunki yo'ldoshim Abdusalam birli chiqib ketsa, men bilan kari bo'lmasa, ayol kishiga pul bo'lsa, kiyim kechki joyida bo'lsa, qo'rsqa osh qolmasa bo'lmaydi-da. Shuning uchun Alqam bilan paranglasam, shunchalik rohat his qilardim. Alqam shunchalik o'maq gap qiladigan bola edi. Bir kuni: "Ey Raziya, siz nemishqi yo'ldoshingizga ozroq mehrni uyga berishini deb baxmaysiz? Balkim ko'nglingizda o'ylaganlaringizni deysangiz, hamma ishlar o'ngishilib keta bo'lg'iydi" dedi. Men turib ketdim. Alqam, meni degisi yo'q demsiz? Albatta degim bor. Biroq u meni masxara qilmamdi. Mendami g'urur bor-da. U er kishi bo'lgandan keyin ayollarning nimaga ehtiyoji ekanligini bilish kerak-da. Mana siz haqiqiy tushunasiz Alqam. Shunga men sizga amroq bo'lib qoldim. Diqqat qiling, sizni yaxshi ko'rib qolmay ha yana. Shundaq deb kulib qo'ydim. Voy nim deydigansiz Raziya. Mandaq chaqchaqni qilmasangiz yaxshi bo'ladi asli. Siz degan eri bor ayol. Qiyni shu ardanga zoti qiyni. U kimlarni xo'sh qilib yuriydi mushtapda. Shundaq debla tugilib ketdim. Bo'ldi Raziya, yig'lamang. Men xato gap qilibman, ranjimang bo'lamdi. Alqam shundaq deb yalvorishga boshladi. Mana er degan mundaq bo'lmamdi deb o'yladim ichimda. Biz shuningdan keyin texmi yaqin bo'lib ketdik. Kundala shunchalik tatliq paranglashdik. Bir kuni telefonni tashlab qo'yib, tamoq etib olsam, yo'ldoshim Abdusalam uyga kirdi. Men uni telefonimni aqtirdi deb xiyolimga keltirmagan edim. Biroq u telefonimni aqtirib, Alqam bilan paranglashgan xotirlarning hammasini ko'rib chiqibdi. "Hey Raziya, bu nemish? Ha? Ma telefondagi nemishlar? Meni saymag'on qilib yurdingmi? O rasvo qanjoq. Men bu uyda bir qoramchiq bo'ptiman-da. Bu nomusni bilmaydigan rasvo. Menamsa." Abdusalam shundaq deginicha meni dastlab urib ketdi. Meningmi uzundan buyon yig'ilib qolgan azoplarim birdilla portlashga boshladi. "Ora, sen urushdan boshqa yana nemish qila olayding? Qo'lingdan keladigan ish faqatli shu-ku. Bir ayol kishiga balg'i nimaning muhimligini bilibding sen.
ajab telefonda paranglashib qo'ysam achchiqing kepti yo'q. Sening amaliyoti qilganlariga. Mening achchiqim kelmamdikan. Shu sirtdagi naydaqlarga begiran mehringni menga bir berib boqdingmi? Xotiningga nimaning kerak bo'ladiganini o'ylab boqdingmi? Sening nazaringda uydagi ayol och qolmasa, yalang'och qolmasa bo'lamdi. Onunğa kuyinish, mehr, muhabbet kerak emasmi? Uydagi ayolda hissiyat yo'qmi? Sen bularni o'ylab boqdingmi, yo'qmi? Sen shu sirtdagi naydaqlarni erkalatib yurganingda uydagi ayolingni erkalatishga muhtoj ekanligini o'ylab boqdingmi, yo'qmi? Bularni o'ylayolgan bo'lsang, meni yolg'iz qo'ymayding. Bundoq ishlarmi yuz bermagan bo'ladi. Men zerikib g'ayribsini boshqalar bilan chaqchaqlashib yurmagan bo'ladi. To'g'ri, mendek bir erlik ayolning yot erlar bilan paranglashib yurishning o'zi axloqsizlik. Ammo sen bilan jidallashib so'qishning o'rniga mushu yo'lni tanladim, ammo chekdan oshmadim. Biror yerda ko'rishganim nashagan ishlarni qilganim yo'q. Shunga o'zimni ayblabmi ketmayman. Sana beqibman desa, eshakka beqib yukda tikan ko'nila. Endi bu darajaga keldik. Ajrashib ketaylik. Bunchalik muzjiray o'yning tutqichilga qolmadi. Men shundoq deganimcha, uning chechimni tutqunicha qaytib qolgandagla turgan chiroyiga nafratli qarab etib, u chechimdan qo'lini ajratdi. O'rnimdan turib, yotoq uyga kirib, qong'uchi yig'labdiman. Qandaq chaqlarda uxlab qolganimni bilmayman. Ko'zimni açsam, Abdusalom beshimda o'ltiribdi. Onunğa qaramay o'rnimdan turib, sirtqi mang'ila tursam, qo'limni tutdi.